Assalomu alaykum, berni ahli. Mana bugun 28-may 2026-yil. Penobloklarimizni yana bir qisqacha ko'rgazib o'tamiz. Bu yoqda alamiz yo'q bo'ldi, qaytadan to'ldirib beramiz. Endi 12 ko'klarimiz bor perigorodga. Ular ko'p turibdi. Yandalar hali qurimadi. Qurigan penobloklarımızdan bir de kam qoldi. Bir 500-600 danaday 100% qurib turgan bloklarımızdan 500-600 danaday qoldi. Sifati yaxshi bloklarımızdan. Bari tanqilab turibdi. Qurib tayyor bo'lib turibdi. Bu yerda Google latoklarimiz var. Kimga kerak bo'lsa zakaz etsanglar bularni zakazga chiqaramiz. Latok, Google. Bor zakazga chiqadi. Adresni aytib o'tsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bero'noy tumanida Sarkopov edi. Telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar, topolmaganlar. Telefon qilsanglar lokatsiya tashab beraman, shunga qarab kelaverasiz. Bu yoqda avlarimiz hali taza quyilgan. Qurimadi bu yoq. Qurigandan shu yerda qoldi. Bugün yana bir klientimiz 280 dana so'rab edi, shu apparatimiz shu bilan 280 bo'ladi. Bu 120 dana, 160 dana olib bordik. Telefon qilaverasizlar. Berni bo'ylab tashlab ketib beramiz. Baholarni aytib o'tsam, bu 20 ga 30, uzunligi 60 cm. Buning bahasi 16 ming so'mdan. Bu 12 ga 30, 60 uzunluğu. Bunun bahası 10 ming so'mdan. Sifatlari yaxshi ba'zi. Yaxshi etib qo'yib turibmiz qo'ldan kelgancha. O'zi ovozidan bilsangiz bo'ladi sifatini. Aniqlab turibdi buni. Qurgan bloklarimiz kam qoldi. Endi bu yoq ham kunlar issiq. Ular ham tez qurib qoladi bu yoq. 4-5 kunga qurib qoladi. Zakaz etsanglar, sement ko'proq etib quyib ber desanglar, sementlarni etib quyib beramiz. Kimga qanday kerak bo'lsa, zakaz etsanglar, zakaz asosida chiqarib beraveramiz. Telefon qilaverasizlar.